bandlik sohasiga olib kelamiz. Maqsad yil oxiriga shu tumanda korrupsiya darajasini keskin kamaytirib, mana shu joygacha yetib kelmagan o'sha dori. Shuncha pul ajratilyapti davlat byudjetidan, to'g'rimi? Qancha vakantligi to'g'risida ma'lumotni ochiq bo'lsin. Tanlov qilib ishga olinglar, shunda poraxo'rlik bo'lmaydi. Barcha hammasiga borman, nomeri bilan birga qo'yib. O'zingiz bosib ketdim. Doktor ham olib ketib olmaydi. Ertaga shu tushni olsa, ertaga o'ylanadi, qarab. Hammasiga techa turgan. Hammasiga 100%. Bu yerdagi ishlaydigan ham olib chiqib keta olmaydi. Aptekaga berib yuboramiz. Ertaga chiqarish sotishga ruxsat bo'lmaydi mana. 100% xotirada. Yashiryapti nimadir bo'ldi. Korrupsiya bor. Yo'q kelishgan nimadir kimdir bilan.